Assalomu alaykum. Bugun biz sizga maktabimizning ekologik hayoti va yashil sayyoramiz uchun qilinayotgan g'ayratli ishlarimiz haqida so'zlab beramiz. Biz Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi 20-maktabning eko liderlarimiz. Ustoz, bilasizmi? Biz har kuni qanchadan qancha qog'ozlarni va plastik idishlarni shunchaki tashlab yuboryapmiz. Nahotki bu tabiatga bemehr bo'lsa. Barakalla, sendagi o'quvchilarimizning borligi quvonarli. Biz aynan shunday muammolarni tizimli hal qilish uchun maktabimizda EcoSchool loyihasini hamda uning 7 qadam metodologiyasini joriy etdik. Biz birinchi navbatda maktabimizda eng faol o'quvchilardan iborat eko qo'mitasini tuzdik. Keyin esa maktabimizning ekologik auditini o'tkazib, maktabimizning eng og'ir nuqtalarini aniqladik va aniq harakatlar rejasini tuzib oldik. Biz darslarda ham ekologiyani o'rgandik. Barcha maktabdoshlarimizni jalb qildik va o'zimizning qat'iy eko kodimizni yaratdik. Quruq gapdan amaliy ishga o'tdik. Maktabimizning har bir qavatiga qog'oz va plastik uchun maxsus qutilar o'rnatdik. Hozirda chiqindilarimizning 40%ni qayta ishlashga to'g'ridan-to'g'ri topshiryapmiz. O'quvchilarimizda resurslarni tejash madaniyatini shakllandi. Birgina o'tgan oyning o'zida maktabimizda suv va elektr sarfi sezilarli darajada kamaydi. Bu bizning tabiatga real hissamizdir. Agar ustoz va o'quvchi bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsa, har qanday maktabni yashil makonga aylantirish mumkin. Albatta, aynan mana shunday jamoaviy ruh va yangicha kreativ g'oyalar bizni umumiy va ulug'vor maqsadlar birlashtiradi. Barqarorlik quruq so'z emas, biz boshlagan real amaldir. Bugun maktabda tashlangan qadam ertaga butun mamlakatda aks sado beradi. Biz bilan boshla, bugundan boshla. Yashil maktabdan yashil kelajak sari.